Bag'dodlik Abduvohid Ubaydullayev 3-avlod asalarichi. U sohada yaxshi natijalarga erishayotganligi uchun 2021-yilda davlatimiz rahbari farmoni bilan Shuhrat medaliga munosib ko'rilgan. Ushbu e'tirof va yurtboshimizning respublikamizda asalarichilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroridan ruhlangan Abduvohid sohada kooperatsiya tizimini yo'lga qo'ydi. O'tgan yilda Bag'dod tumanidagi oilalarni kambag'allikdan chiqarish maqsadida 22 ta xonadonga 240 ta asalari tarqatilgan edi. Bu oyda yana Bag'doddagi 30 ta, Dang'aradagi 35 ta xonadonga asalari oilalarini tarqatish mo'ljallangan. Ushbu xonadon ham o'tgan yili mana 3 ta yashikda berilgan, jami 9 ta oila. Mana bu yil 12 tacha yashikka ko'paytirilgan. Bu 3 barobar ko'paydi. 12 ta yashikda 36 ta ari bo'lgan. Biz 9 dona nari berilgan. Asalari oilasi. Undan tashqari har bittasidan 12 kilodan asal olishgan. 240 kilo. 100 mingdan sotgan bo'lsa ham 24 million daromad u. Sof foydasi u. Undan tashqari mana hozir biz asalari paketini eksport qilamiz va paket olamiz. Mana shu 36 tasidan 300 mingdan sotib olamiz. Bu daromad, bahorgi daromad. Xorijdan naslli asalarilarni olib kelib ko'paytirmoqdamiz. Kooperatsiya usulida ehtiyojmand oilalarga ham aynan naslli arilar tarqatyapmiz, deydi yosh tadbirkor. Germaniyadan keltirilgan Karnika zotli asalari oilasi. Mana hozir o'sha gullar gullagan, mana asallar kelishni boshlagan. Afzalligi bizni o'sha iqlim sharoitiga moslashtirilgan, issiqda rivojlanadi. Keyin bizi arilarga nisbatan 3 barobargacha asalni ko'p beradi. Masalan bizda 3 kilo 4 kilo asal olsak, bundan 15-20 kilogacha asal olamiz. Kooperatsiya usulida yig'ib olingan asallarni va asalari oilalarini sotishni osonlashtirish maqsadida Bag'dodda asal markazi barpo etildi. Markaz katta tantana, ezgu niyatlar bilan foydalanishga topshirildi. Hozir asalari oilalarini eksport qilish mavsumi. Shu bois yangi markazga qo'shni davlatlardan ham hamkorlar tashrif buyurishdi. Biz Farg'ona viloyatidan asalari oilalarini Qozog'iston Respublikasiga sotib olib, bu yerdan ya'ni bu yerdan import qilib olamiz biz. Yiliga 49 ming, 48 ming oila asalari paketlari deb aytiladi terminida. Shu asalari paketlarini sotib olamiz. 500 ming dollar atrofida bo'ladi, 520 ming, 510 ming dollar atrofida. Aslida Abduvohid Ubaydullayev rahbarlik qilayotgan asalarichilik xo'jaligida 2,5 ming asalari oilalari bor. U faqat o'zim bo'lay demasdan tumandoshlari va qo'shni tumandagilarni ham asalarichilikka jalb qilib, sohadan foyda olishni o'rgatayotganligi tahsinga loyiq. Islom Nishonov, Farg'onadan.